Hammaga salom bolalar, sizlar bilan Sarik Buldirov. Bugun balansimizni 563 burkonga to'ldirib oldik. Hozir biz qimmatroq keyslardan ochib ko'ramiz va balansni ko'tarishga harakat qilamiz. Videoga like bosib qo'yinglar. 199 talik shisha pasharot degan keys ochamiz. Hop, svязь yaxshi ishlamayapti lekin. Mana ketdi. O'rta xavf, yuqori xavf. O'rta xavf qilib ketdi, ochamiz. 199 talik mana shu miflardan 1,5 ming bersam open keysimiz zo'r bo'ladi. Vay bile pichoqdan o'tib ketdik 9dan. Nima 71 vay bile o'zinikini 2x menga kiritib yubordi. Qani 435 balansimiz bor hozircha. Nima deydi yana bir ochib ko'ramiz. Yuqori xavf bilan qani bitta ketdi. Pichoqdan beraversa zo'r bo'ladi. Qani mana mishlardan o'tib ketdi. Ultimate qani ultimate nechi? 400 ya olmish nima? Nahib yediryapti-yu, böyle chiqamiz bu keysdan. Bolalar videoga like bosib, kommentga bir narsa yozib ketinglar. Kelasi videoda boshqa bironta keysni ochishimni, qaysi keysni ochishimni yozib ketsanglar, o'sha keysni ochamiz. 296 balansimiz bor qani. 296 ga biz shashlik keysdan nechtalik ochamiz bolalar? 3 talik yo 4 talik model ochamiz. O'rta xavf bilan kichik xavfga tegamiz, yuqori xavfga. O'rta xavf bilan yuqoriga, o'rtaga, o'rta xavf bilan ketdi 4 talik. Go'm bolalar. 5 talik ketdi. 175 ga ochamiz qani. Bitta ham cho'be. Bolalar yedirdi, chichirib. 280 yo'q, yaxshi plus 82 bilan 112 o'zi qoplab berdi. 400 balansga qaytib olib bolalar qani. Endi ana Bitcoin degan keys ochib ko'ramiz model bolalar. Bitcoin qayerda edi? Hozir Bitcoin topib olayman, mana Bitcoin. Qani ketdi bolalar. Plus bersa zo'r bo'lardi. Shu ko'raman ko'p, mana shu videolarga ko'raman open keyslarda. 199 talik ochib, odamlar ko'p minglik, 2 minglik pichoqlar persatkalar shurlayapti. Qani ketdi, biz ham bitta ochib ko'raylik qani o'rta xavf bilan. Bittalik. O'zi bittalikdan boshqa narsa yetmaydi. Qani. Mifkami yaxshimi ekan? 296 vay bile. Boyagi balansga qaytib qoldik yana. Qani. 399 dan yoniga 299 talik bor. Shuni ochib ko'ramiz ketdi bolalar. Bu keysdan chiqaylik hozir. Bitcoin yonida 299 talikda keys bor, shuni ochib ko'ramiz. Bunchalik qimmat degan keysdan qani ketdi. Menimcha bular pils bermadim men bugun. Like bosib qo'yinglar, lekin bolalar 3 dan 4 dan katta video qo'ydim. Like kamdi. Prosmotr 100 ta. Yaxshi like yo'q. Komment umuman yozilmagan bolalar. Patch bosib qo'yinglar, bundan kattaroq keyslarni ochamiz hali. Qani PES 20 mi? Qani start tagidan ber shuni. Yo'q, yedirdi bolalar. 40 balans bilan endi nima qila olamiz qani. Sapyor o'ynab hammasini tikib olamiz, po'xoy. Ketdi bolalar. 40-75 hamma balans tikamiz qani. Lekin buni qo'yib ko'tara olamiz qani. Bir ikkita ochamiz qani. Yaxshi. Hop, mana shu yerda bossam yaxshi. 16. Yaxshi. 77 bo'ldi. Ana shuni bossam bomba chiqadi 100 garant. Yo'q, garant emas ekan, adashdim. 99 bo'ldi. 107. Vay jalab. 99 talik ochsam lekin olib. No, xavotir olmaymiz bolalar. Bulpas to'lgan bo'lishi mumkin. Bulpas 5 bo'ldi, u yaxshi. Endi 100 olamiz. Tekin keysni ham ochib ko'ramiz qani. Qo'yma bolalar. Bizda nima ketdi?
Lekin kesdi. Necha bu? 300 mi? 300 so'mmi? 515 so'm normal. Hop, keyin bu bonus degan joyga hozir 100 berdi bizga. 100 ni. Menimcha bu ham bo'la 400 so'm, 800 so'm. 400 so'm. Yarmi? Hop, internet ishlamayapti qan bo'ldi. 925 so'mni sapyor o'ynab yo'q ko'ramizmi? Bola adashdim. 1336 ekan. Qani ketdi. Bu yerda bosamiz. Ketdi oxirgi. Voy, onasimiz bomba. Birinchi balansimiz 0 bo'ldi, hozir boshqa akkauntga o'tib olamiz. Bu balansda ham 430 bor. Hozir bu qayerdan tushirdim? Mumkin. Bir makat oldim, bir makatni Sarik Bulldrop Telegram kanalidan topishingiz mumkin. 99 sari arkadaşlar bo'laman. Hop, mana bu akkauntimga ham kirib oldik. Ketdi qani 499 ga qaysi kesni ochib ko'ramiz qani. Kattaroq kesni ochib ko'ramiz boshida. Patriklar degan kesni ochib ko'ramiz. Ketdi vallahi 299 ga patriklar degan kesni ochib ko'ramiz. Yuqori xavf, o'rta xavf, tam qaysi birda ochsam. Ketdi bu qo'y. O'rta xavf, yuqori xavf. O'rta xavfda ochamiz ketdi. Pichoqni bermaydi bizga bir. Bir marta yaxshi pichoq bering, u ham 2,5 million ketdi. Ochayli mashinadan topaveramiz. Qani plyusmi minusmi? Mifik berdi, qani nechiga? Voy bilay. Eng kamini berdi Mifikda ham harom. Ko'tagan bola. Cho'ta bugun yaxshi plyus bermayapti shu. Sapyorga 24 ko'p, 24.8 tiksam. Qanday bo'lar? 34.8 tiksam. Ketdi. Pastdan tepadan pastdan qilib taktika bilan ko'paytiraveramiz. Voy, onasini. Kes ochganimiz yaxshi bolalar. Sapyor umuman berib qo'ysa bir kechqurun bermaydi-mi? Ertalab berishi mumkin sapyor. Maslahatim shu kechqurun ochmaydi. Kechqurun plyus bermayman umuman. Narka akkauntdagi 509 dan bu akkauntdan 430 200 qoldi. Bola ketdi. Cheater ochamizmi? Ketdi bola fo'qoy. Cheater ochsam 99 sari ochib ko'rsam o'lim daftari. Model bola. Qaysi birini ochsam yaxshiroq bo'ladi bola? Qaysiroq yaxshiroq plyus beraman ketdi. Scorpion chayon ochamizmi? 150. Sigaz ishlamayapti. Ketdi bola. 100 talik plyus bermaydi bu kod. Normal bermayapti. Buldirab saytda yaqin gulash. Ketdi po'qqa bitta ochib ko'rayotgan bola. Plyus bersa berdi. Bo'lsam tugatamiz videoni. Bolalar nima deydi? Hop, bu necha 175. Yedirman qani yana bitta ochib ko'raylik. Bersa berdi. Bo'lsam tugatamiz video. Hop, bolalar qani ketdi. Bitta bersa bersin. Charm qani necha ekan bu? 223.8 ekan. Normal bolalar. Balans qaytara oldi. Bu kesdan chiqish kerak. Bitta plyus berdim chiqish kerak bu kesdan bolalar. Normal berdi-yu, pichoq bermadi bizga. Men po'qoy bolalar ketdi. 261 balans bilan qani nechta ochamiz? Keys ko'p, qaysi birini ochmayman, qaysi biri plyus bermaydi. Plyus beradi ochini.
Mayli pils berayotgan yo'q-da shu. Skuf ochamizmi? Skufdan qani 5 tali ham 4 tali ham ochib ko'ramiz. Ketdi boqqa bo'ldi. Yuqori xavf, o'rta xavf qilib, yuqori xavf, o'rta xavf qilamiz. O'rta xavfdan ketdi 5 tali. O'rta xavf pils berish mumkin-da. 118 ochamiz ha. Pils bersa berdi, bo'lmasa videoni tugatamiz bo'ldi. Ya menimcha yedirdi. Prezon bolalar vahshiy yedirdi. Hop, shu bilan videomiz tugadi. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang.